Assalomu alaykum, Mr. Rasulbek kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan AI sohasini o'rganishda davom etamiz. Bugungi ko'rib chiqadigan toolimiz ham juda ham kuchli AI hisoblanadi va bu toolimiz o'sha web application'chilarni, full stack application'chilarni ortda qoldirishiga aniq. Chunki men o'zim buni sinab ko'rdim va qoyil qolib ketdim. Application'imiz juda ham kuchli. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki videomizda juda ham qiziq narsalarni ko'rib chiqamiz. Demak, AI'imizning nomi bu Lovable deb ataladi. Lovable.dev saytiga kirishingiz kerak bo'ladi. Mana kirgan paytlaringizda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va bu yoqda o'zlaringizni idealaringizni aytsangizlar bo'ladi. Mana bu yoqda bitta portfolio veb-sayt yasaganman, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana judayam kuchli veb-sayt yasab bergan. Mana bu mana shu linkga sizlar yozadigan bo'lsangizlar, mana shuni sizlar yozadigan bo'lsangizlar, sizlar ham ko'rsangizlar bo'ladi. Mana juda ham kuchli qilib, zo'r qilib veb-sayt yasab bergan. Mana bu yoqda bu rezyume veb-sayt. Hozir biz xuddi shu narsani boshqacharoq narsalarda sinab ko'ramiz. Hop, kreditimiz 0 qolibdi. Hozir ishlaydimi ko'ramiz. Taxminan bitta berganda 500 mingtacha kredit beradi. O'sha kreditlardan bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Hop, mana birinchi kirgan paytlaringizda shunaqa bo'ladi. Misol uchun nima qilamiz? Hop, veb-sayt yozib berib aytamiz. Demak, qanaqa veb-sayt bo'lishi mumkin? Misol uchun aytamiz, menga e, qanaqa landing dashboard deylik. Landing dashboard veb-sayt yasab ber deymiz. Jo'natadigan bo'lsak, mana hozir bu generate qiladimi yo'qmi noma'lum, chunki mani tokenlarim tugab qolibdi. Endi video generate qilyapti, yaxshi. Endi video olayotgan paytimda tokenlarim tugab qolibdi, o'shanga hayron qolgandim. Mana o'zi ketdi, ko'rgan bo'lsangizlar, birinchi nima ishlar qilinishi kerakligini yozdi. Undan keyin mana har bittasini ketma-ketlikda qilib boryapti. Mana birinchi Tailandni konfiguratsiya qilish kerak bo'lsa, mana Tailandni konfiguratsiya qildi. Undan keyin nima qilish kerak? Undan keyin index CSS'ni yasash kerak deyapti. Mana index CSS yasadi. Mana shunaqa ketadi. Buni yana bitta zo'r tomonlaridan biri bu siz o'zlaringizni GitHub akkauntlaringizni ulab turib bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Ya'ni bu yoqda mana GitHub knopkasi bor. GitHub tugmachasi, o'shani bosib o'zlaringiz GitHub akkauntlaringizga ulasangizlar, bu avtomatik sizlarga yangi o'sha noyni yaratib beradi. Repozitoriy yaratib beradi va o'shani kodlari ham o'sha joyda saqlanib turadi. Bu juda ham zo'r. Nima deydi? O'sha ishlatayotgan paytda kodlari avtomatik sizlarning rezyumelaringizga borib tursa, bu juda ham yaxshi hisoblanadi. Endi hozir mana ko'ramiz, qancha mana taxminan 5 daqiqacha uzog'i bilan 5 daqiqacha vaqt oladi. Ja 5 daqiqa bormaydi. Mana yozib tashlayapti. Bu yozgandan keyin o'zi avtomatik deploy ham qilib beradi, faqat o'sha o'zini veb-saytiga qiladi deploy qilayotgan paytda. Va ba'zida deploy qilayotgan paytda ba'zida errorlar berib qolishi mumkin. Chunki bu baribir sun'iy intellekt ba'zi joylarda xatolikka yo'l qo'yadi, lekin o'sha errorini olib tashlaydigan bo'lsangizlar, keyin o'shanga yechim aytadi. Yechim topib beradi o'zi avtomatik. Hop, o'ylanib qoldi. Yana to'kinlar tugab qoldimi deyman. Biroz kutib turaylik qani. Hop, shunaqa veb-sayt rosa zo'r.
publish qiladigan bo'lsangizlar, mana bu publish knopkasini bosadigan bo'lsangizlar, e, o'sha veb-saytlarda publish qilsangizlar ham bo'ladi. Hop, ketdi mana. Yasab berdi. Hozir error beradimi yo'qmi ko'ramiz. Yo'q, mana error bermadi. Hop, mana o'tadigan bo'lsam, publish qilinmagan. Mana shunaqa veb-sayt yasab berdi. Ko'rgan bo'lsangizlar, veb-sayt dahshat. Просто 5 daqiqa ichida judayam kuchli veb-sayt yasab berdi, landing page. Hop, buni publish qilamiz. Publish qilyapman. Publish qiladigan bo'lsam, undan keyin bemalol o'tib ko'rsak bo'ladi. Hop, publish bo'ldi. Endi o'tib ko'radigan bo'lsak, menga dash degan narsa keldi. Mana menga dash deb o'zbekchani uncha yaxshi tushunmagan demak. Demak, bu yoqqa rasm anav qilsak bo'ladi. Rasmni bemalol almashtirsangizlar bo'ladi. Mana bularni ham o'zbekchalarga bemalol o'rganib chiqsangizlar bo'ladi. Muhimi kuchli yasagan mana. Mana dashbordda bossak ishlaydi. Price'ni bossak, price qo'shmabdi manimcha. Free trial mana bu yoqda mana buni oppoq qilib qo'ygan. Bu joylarni o'zgartirib chiqsa bo'ladi. Tushunamiz, chunki baribir sun'iy intellekt sign in get startedlar ishlamaydi. Chunki men landing page so'raganman. Landing page degani bu o'sha backend qismi yo'q bo'lgan narsa hisoblanadi. About'larni bosadigan bo'lsak ishlayapti. Kontaktni bossak hammasi bitta joyga olib boryapti, chunki bizda kontaktlar yo'q hali. Hop, bu joylarni ham to'g'rilasa bo'ladi. Ya'ni bu sizlarni ishlaringizni 90-95% osonlashtirib beradi. Shunaqa narsa. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang. Mana shunaqa sun'iy intellektlarni yana ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Qo'yib boramiz. Chunki bu sizlarga ham osonlashtirib, sizlarning ishlaringizni ham osonlashtirib, ham yordam beradi degan umiddamiz. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda bemalol yozib qoldirsangizlar bo'ladi.